Hurmatli kuzatuvchilarimiz, mana ish jarayonlarini sizga ko'rsatmoqchiman. Mana 3 ta boksimizga yangi shitlarimizni qo'yib berganimizda Bugatti Vada Penavosk Osmos Turbo Active Nano pauza funksiyalarini ishlaydi. Barcha funksiya ishlaydi. Hammasi o'z ishini bajaradi. Pultimizga baho berasizlar. Chiqishiga usti shishalik. Shishasi ham baquvvat, korpuslarimiz nerjavikadan qilingan, baquvvat zamoglari. Отлично. Mana bizning xizmat mashinamiz. Ish jarayonlari buyoqda davom etmoqda. Akamizga yana bir o'zimizning suv apparatimizni ham qo'yib berdik. Akamiz suv sotishni ham yo'lga qo'ymoqchilar. Mana 1 tonnalik osmos filtrimiz ham ustunovka jarayonida. Hammaga boks qo'yildi. Akamizning mana maydonlari. Mana bugungi ustunovka jarayonida 3 komplekt full kompressiyasida o'rnatilayotgan sammoyka apparatlarimiz. Bu apparatlarimizning funksiyalari turli xil ximikatlik, turbo vadalik, invertorlik shitimiz. Har bitta funksiyani o'zi legirovka qilib ekonomishni variantda qilingan va har bitta boksimizga osmos va voda funksiyalarini qilib beramiz. Filtrlangan suv, lekin oddiy suv. Kimga shunday xizmatlar bo'lsa, aloqada bizani kuzatib boring. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring.